romanının davamını anlatamiz. Iminaxunning sizlarning uyini agib yurganiga qaraganda, u mening mushu yerda ekanligimni sezib olgan bo'lsa kerak. Men endi bu yerdan ketmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Tutilib qolsam, sizlarga tugumas balo tepib beraman. Nozugum Gulmat bovoyning uyida ko'p turish o'zigila emas, balki bovoy bilan mo'mayg'imu xatarlik ekanligini tushundi. Bizning qayg'imizni yema qizim. Sababi biz degan yashaydiganimizni yashab, ko'rdiganimizni ko'rib bo'lgan odamlar. Biz bu dunyoda yana yashasaqmi, o'lib ketsakmi, hech kimga kep ketar foyda ziynimiz yo'q. Faqat Bag'katman tarafning odamlarila bir zamonlarda bu yerda Gulmat bovoy, Gulamxon momoy degan odamlar yashagan edi deb gapimizni qilib qo'ysa bo'ldi. Biz yo yurt, yo xalqimiz asli saqlab qolgudak bir ish qilmadik. Bu hayotda bizga o'xshash o'l momoy, bovoyning yurganidan sana o'xshash bir qizning yurgani yaxshi qizim. Undaq deymisilar bova. Har odamning hayotda o'ziga tushliq o'rni bor. Mana meni so'lullardan saqlab, yoshirib yurganlarim cho'ng botirlik. Bundaq qilish har kimning qo'lidan kelavermaydi. Yelimiz shuncha kundan beri menga boshpanoq bo'ldinglar. Rahmat. Xudoyim sizlarni yo'liqtirmagan bo'lsa, balki bu chaqchi o'lib ketishim mumkin edi. Sayda o'nkirim bor. Tezroq shu yerga ketib olay. U yerda meni hech kim ko'rmaydi bova. Oy, bunu oqqarda u o'nkir deganlarga bugun bo'lsa atili to'nglab qolmamdi. Yo'q, men bu qizni yolg'iz qo'yib bermayman. Nimali bo'lsaq, hammamiz mushu uyda birga bo'laylik. Hey, sen shuncha kundan beri avu Iminaxunning sulullarni agashtirib yurganini ko'ryapsan-ku. Boyimi ko'rding, kep ketdi. Ha, nim bo'pti? Nim bo'ladi? O sulullarning Nozugumni tutib berganlarga otigan mol dunyosini o'zim olaman. Nozugum meni ko'rib qolsa, o'zi oldimga keladi. Sababi biz Qashqarda bir mahallada turgan deb yuribdi emasmi? Ona insof endi o'z qarindoshlarini setib, dunyo yig'ishni kesib qipti-da. Qandoq qilsan? Yeb to'ymagan yalab to'ymabdi deb xalqimiz bekor aytmaganda. Ba'zi odamlarga pul dunyo uchun vatanini, yoru birodar, bola chaqa, urug' tuqqanlarini setib etish hech gap emas o'xshaydi. Boyining aytganlarini anglagan Gulamxon Nozugumning ketishiga qoyil bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa chopsonroq keting qizim. Iminaxunga o'xshashlarning qo'lidan har balo kelishi mumkin. Gulmat bovoy bilan Nozugum o'nkirning oldiga keldi. Shu arada uning ichiga o'rinlashib olgan 2-3 tulka bularning ovozini anglab o'nkir ichidan etilib chiqdi-da, soy tarafga qochdi. Bovoy bilan Nozugum so'g'uq o'nkirning ichiga kirishdi. Odam turmoq, hayvonmi turamaydigan bir ekan-ku bu qizim. Qo'rqmay qandoq yotadigansan? Boshqa kun tushganda chidamay amal yo'qkan bova. Bu deganimga ras. Gulmat bovoy o'nkirning ichida o't qalayotgan Nozugumning harakatiga zan selib qarab o'ltirdi. At uydan jo'tu akilib, ichini kengaytib, sen muzlab qolmog'idek bir narsa yasab beray. Agar o'nkirning ichigirak uy yassak, u chaqda bu yer texmi issiq bo'ladi. Bu yerda yolg'iz yetishtirli qo'rqmasang ishonchlikka. Buni qandoqmi tepib olgansan qizim? Men mushu atrofda 20-30 yildan beri qo'y beqib yursammi, mundaq yaning baliqini ko'rmagan ekanman. Ular o'nkirning ichida uzoq parang selishib o'ltirdi. Bir chaqda bovoy o'rnidan qo'zg'aldi. Xo'sh bova, Xudoyimga omonat. Nozugum yana yovvoyi hayvonlarga o'xshash kun kechirishga boshladi. Lekin burunqiga qaraganda ko'ngli xotirjam edi. Har kuni qo'ylarni haydab chiqadigan Gulmat bovoy oldi bilan Nozugumga yo'liqib, mo'miyining qapoqda avatgan chayini, pishirgan tomoqini uningga berib, xeyli vaqtgacha parang silib o'ltiradi. Shunda qilib kunlar o'taverdi. Ammo Nozugum qancha kutsimi, cho'ng yulduz tarafdagi yo oksidan, yo boqimdan xabar bo'lmadi. Qish kelib, u taraflarga qatnash ishlari ozib ketganlikdan Gulmat bovoy qancha qitim belishga tamshalsimi, ular to'g'riliq aniq xabar aytolmadi. Qarlarmi erib, bahor yiqilishib qoldi qizim. Az kunda G'aljat qo'li tarafdagi Avut boyga chakar bo'lib ishlayotgan o'g'limni qaytidi. Omo sana o'xshash chiroyliq. Shu bolam kelganda, ikkinglarni qo'shib,
Ya muni kun betish tarafda yashaydigan qozoqlarning orasiga, ya muni tog'ni ortildirib, Qashqar tarafga avatib o'taymikin degan o'yim bor. Bir turib, yozg'i chiqib olsak, bir ipini tepib, hammamizli bu yerdan ketaylikmikin deyman. Bizning yurtlar bek chiroyli bova. Berib qog'dek bo'lsalar, og'izlari echilibli qoladi. Ko'p anglagan qizim, ko'p anglagan. Ish qilib, sening bilan menga shu kunlarga yetishga Xudo nasib qilsin-chu. Bova, keyingi vaqtlarda bu atrofni sulullar yen agidigan bo'lib qoldi. Qaysi bir kuni sulullarning atigandan kechkicha soyni yoqlab yurganini bayqab qoldim. Bayqig'ining to'g'ri qizim. Men bugun sana shu haqda aytay dedim. Kimdir biri ularga sening soyda yo'shinib yurganingni yetkizgan o'xshaydi. O'tgan jumada 15 sulun bizning o'ynimizni tekshirib ketdi. Ular mahalladagilarga kimning nozugimni yo'shirib saqlig'ini bilib qolsak, ularni bola chaqilarigacha qirib tashlaymiz debdi. Shunga bir necha kun biz tarafga bormagan. Men sening qishingga kelmay, kaynimizga tushgan biri bo'lsa, bizni bayqab qilishi mumkin. Mana sana bugun 4-5 kunga yetgudak ozuq akeldim. Önkürning ichidan chiqmay o'ldir. Har holda buning hammasi yaxshi gap emas. Gulmat bovay önkürdan chiqishga tamshalganda soyning toshlari sharaqlab ketdi. Biri kilovatamda nima? Kimdi bu? Mening bu yerda ekanligimni tirik bandi bilmaydi-ku. Deb hayron bo'ldi o'zini önkür ichiga yo'shirgan Gulmat bovay. Nozugum atrofni chorlab kirmoqchi bo'lib, sirtqa chiqishiga qarshisida turgan Emin Oxunni ko'rib, hongviqib turib qoldi. Emin Oxunka, bu silimi? Nozugum, bizning uydagilarga gap o'gitib, uni menga qaratmay Mong'ollarga bagizib etib, o'zlari bu taraflarda mo'kinib yuribdi-da. Andig'o qo'lga tushgandilar. Bir obdan uy tutiblar mana, muborak bo'lsin. Gulmat buvay mushu atrofda qo'y biqib yuradi. Ko'dilimi? Kim o Gulmat buvay degan? Necha kundan beri uyga berib, qursaqlarini to'yg'izib qo'ygan odamlarni unutib qoldilimi endi? Mana seni unutib qoldi. Degan Gulmat buvayning g'azablik ovozi anglandi. Nozugum keyniga qarashga ulgurmayla, beshiga to'qmoq yegan Emina Oxun yerga yiqilib tushdi. Bu nima qilganlari bova? Bu badbaxtga shu kerak qizim. O'zimni necha vaqtdan beri mushundaq fursatni kutib yuratdim. Emin Oxun yerda untinsiz ko'zlari olaygan holda yotdi. Endi buni sulullar ko'rib qolguncha bir taraf qilib o'tayli qizim. Nozugum tamtirab qoldi. U Emin Oxunning beshiga tekkan to'qmoq bilan jon taslim qilganiga ishongisi kelmagandek beshini silkib qo'ydi. Ular Emin Oxunning jasadini so'rab opirib, cho'nqur yorliqqa tashlavatdi-da, ustini toshlar bilan yepib ko'mivatdi. Unda qozonga mundaq cho'mish. Gulmat bovay shum xabar akelgan kunning atisi bog' ketman tog'lariga tutishadigan bu soyning ichini solullarning 15 cheriki bir necha kun agib yurdi. Ehtimol ular Nozugumning mushi atrofga yo'shirinib yurganligi haqida birardan ma'lumot olgan bo'lishi mumkin. Buni sezgan Nozugummu Gulmat bovay jekigandek o'nkir ichidan chiqmay o'ltirdi. U bir necha qaytim choy ichay deb tamshaldi-yu, lekin bu o'yidan yaltaydi. Kech kirganda soyning ichiga tushib, qapoqda suv ochiqdi. 3-chi kuni sulullar ko'rinmadi. Atrof kundikidan mujim bo'lib qoldi. Nozugum o'nkir ichidan osta chiqib, to'rt tarafiga sapsilib qaradi. Yaqin orada gumonlangudek hech narsa ko'rinmaydi. Hatto udulidagi qoptalda qo'y beqib yuradigan Gulmat buvaymi yo'q. Solun cheriklari ketib qolgan o'xshaydi degan o'yga kelgan Nozugum sal xotirjam bo'lib, soydan bir qapoq suv ochiqib qozoniga qo'ydi-da, buningdan 3 kun ilgari tayyorlab qo'ygan o'tiniga o't tutashtirdi. U yog'ilqining ustiga nonlarni qo'yib, amdi choy ichishga o'tirganda, do'ngning ustidagi toshlar shiraqlab, o'nkir oldidagi yo'g'on supiga tushishga boshladi. Bu yana nima bo'ladi? Qaysi kundagidek Gulmat buvayning o'chkilari kelib qolmagandi? deb o'yladi Nozugum. Shuningdan keyin u o'nkirdan chiqib sirtqa qaravidi, o'nkir qarshisidagi do'ngda boshlariga kigiz bo'k kiyib, qo'llarida qilich nayza tutgan solun cheriklarining to'plashib kelayotganligini ko'rdi. U darhol kayniga qaytib yo'shirindi. Bekor o't qalabdiman, bu kasobatlar sezib qopdi-da.
Mushunda o'yga kelgan Nuzugum qozondagi qaynoq suvni ko'yiyotgan o'tqa chechib o'chirdi-da, o'nkirning og'zini Gulmat bovoy akilib bergan yo'g'on toshlar bilan to'sib etdi. Sadi men o'lmigicha bu dunyoda tinchlik yo'q o'xshaydi. Munularning payli yomon. Bu qitim ularning qo'lidan saq chiqib ketolmaydigan o'xshayman. Nuzuk, shu sen chiqdi, biz seni o'ltirmaydi. Chiqmaydi, biz seni o'ltirdi. degan Solun cherikining Uyg'ur tilini buzib varqirg'ini anglandi. Bu jallodlar o'nkirni oxir izlab tepibdi-da, qaysi nomard aytib qo'ydi-kin. O'lsam mush yerda o'lay, qat'iy chiqmayman. Qo'lidan kelsa o'zlari ochiqsin. O'lsammi, bu qonxo'rlarning birini bo'lsa o'ltirib o'larman. Nuzgum, sen yaxshilikchi chiqsin. Oy singlim, endi bulardan baribir qechib qutulolmaysiz. Uningdan ko'ra chopsamroq chiqib, jiningizni saqlab qoling. Qandoqdir bir Uyg'urning murojaati anglandi. "Bu satqin, meningdek bir ojizni buloq tutib bergichi o'lsangchi. Qiyni o'g'il bola bo'lsang bu yerga kir, bir qo'shiq qiyningni ichib puxadin chiqay." Bir chaqda toshqirida birining Solun cheriklariga qattiq varqirgan ovozi anglandi-da, o'nkirning toshqirqi eg'iziga birdilla 3 odam o'milib kirdi. Ular o'nkirning ichiga zan silib qarashdi. Ammo Nuzugumni ko'rmadi. Shuning bilan ular o'nkir ichiga yanami ichkirlab kirishga ayminib turib qaylishdi. Yana toshqirdagi odamning hukmron ovozi anglandi. Bu yerda hech kim ko'rinmaydi-ku. O xotin boshqa yoqqa qechib ketgan bo'lishi mumkin. O'nkirga kirgan cheriklar kayniga qaytib chiqib ketdi. Nuzugumning ko'ngli sal o'rniga tushgandek bo'ldi. U ichida Solunlar meni topolmay qaytib ketadigan bo'ldi deb o'yladi. Qalbida yana hayot kechirishga bo'lgan umidi uyg'ondi. Undaq bo'lsa, bir qisminglar soyning ichini oqtiringlar, bir qisminglar o'nkirning ichiga o't qo'yinglar. Shu gapdan keyin ancha ko'p vaqt o'tmay o'nkir ichini isqoplab ketdi. Nuzugum peshmitini beshiga purkab dum yetib oldi. Uning qo'liqiga sirti varqirg'anlarning ovozi oralla anglanadi. Kimdir birlarining ot choptirib yurgani sezildi. Ochiq is Nuzugumning ko'zlarini echishtirib, nafas elishini qiyinlashtirib-etdi. U beshiga purkib olgan peshmitini elivatgan edi. Qiqilib yo'tilib ketdi. Ba, kan taqsir. Men sizlarga Nuzugum mushiyada demidimmi? Nuzugumning o'nini anglishi bilan Solun cheriklari yana varqirishib ketdi. Do'ngning ustida turganlar xuddi xushxabar aytgandek otlarni yuqori tuvan choptirishga boshladi. Nuzugum isqoplab ketgan o'nkirda endi chidab turishga toqati qolmadi. U bu qitim yana boshqa kelganni ko'ray degandek tavakkul qilishga bel bog'lab, xanjirini qo'liga tutgan payticha o'nkirning sirtiga yugurdi. Uning ko'ziga o'nkir eg'izidagi yopiloq toshda o'ri turgan 3 Solun cherik tushdi. U qo'lidagi xanjirni challab tutgan payticha o'ttirdagi yo'g'on semiz Solun cherikka "Jallatla, meni tutaman deb o'ylashma!" degan bo'yi etilib berib, uning beqiniga xanjar urdi. Semiz cherik ovozining boricha varqirab, toshdan g'ulab soyning tagiga dumlab ketdi. Shu chaqda o'nkirni qo'rshab turgan Solun cheriklari Nuzugumning xanjar tutgan qo'liga yamashdi. Cheriklardan ba'zilari uning qo'liga ko'yza, putiga kishan selib ulgurdi. Nuzugum o'pcho'risiga qarab qo'lidan tushib ketgan xanjarni izlab, uni boyi o'ziga hujum qilgan Solun cherigi elib ulguribdi. Solunlar Nuzugumni Ketman teg'ining bag'ridagi cho'ng soydan tutib elib manganda, uning oldiga bog' Ketman yesidan birinchi bo'lib Gulmat bovoy yetib keldi. U put-qo'llari bog'langan Nuzugumni ko'rib, "Seni bu kapirlardan saqlab qolanmagan bovangni kechir qizim. O'zimiz yetmagan armonlarga seni bo'lsimi yetkazarmiz deb o'yladik. Bu umidlarimizmi ko'kka uchdi." 6 oydan beri bu atrofda qechib, mökünib yurgan qizning tutilganligini anglab, odamlar har tarafdan ot choptirib kelishga boshladi. "Sabr qilsizlar bova. Agar xalqimizning hammasi sizga o'xshash bo'lsa, biz bu kunlarga qolmaydik." dedi put-qo'llarini bog'lavasimu qaddini tik tutib turgan Nuzugum. "Ay, mana qiyri qaqvash nima deb valaqlayotdi? Uni neri qo'g'langlar?" Necha vaqtdan beri Nuzugumni o'nkirlarda yo'chirib yurgan mushi qiyri qaqvash shu. Avu kuni ilqi qashqarlik savdogarnimi mushi buvay o'ldirib atgan bo'lishi mumkin.
Bu so'zlarni anglagan so'lun cheriklari Gulmat bovayni qamchilar bilan urib, Nuzugumning qeshidan qo'g'lashga boshladi. So'lunlar Nuzugumni otga mingizib elib manganda, bog' ketman tarafning odamlari yetib kelishdi. "Bular sizni nima qilib etgan jinim qizim? Xayr qizim, sizni saqlab qola olmaganimiz uchun bizni kechiring. Bu mal'ullarga yoshlar qarishtirolmayotganda, bizga o'xshash qiyirlarning nadin chami yessin qizim." So'lun cheriklari Nuzugumga yaqinlashgan Gulamxon mo'mayni ittirib etgan edi. Mo'may eriq ichiga yiqildi. "Hey, senlarning kuchini ko'rsatmagan mushu mo'may qolganmidi endi?" Yezi tarafdan kelgan yoshlarning biri oldiga yulqinib chiqib edi. So'lun cheriklari uning maydasiga nayza sanjidi. "Ya Allah" deb orqasiga dojishdi. Umr bo'yi mundaq to'qinishlarga qatnashib boqmagan yeziliqlar. "Xaloyiq, qachongacha biz bularning toyiqini yeb, malayliqini qilamiz? Nuzugumda qizlarimiz tengsizlikka qarshi kurashayotganda, biz uni sulullarga tutib berib qarab turguncha o'lginimiz yaxshi emasmi?" Gulmat bovay qo'lidagi toyiqini ko'tarib o'rnidan turib olg'a intildi. Nuzugumni elib mangan so'lun cheriklari bovayning oldiga otlarini devetib kelib, uni yana qamchi bilan urib yerga yiqitdi. "O, ifloslar!" O'rnidan turishga tamshalgan bovayning qo'ltiqidan Gulamxon mo'may yo'ladi. "Nuzugum, qizimizni aytibsiz qanday chidab turyapsizlar odamlar? Zaman mushlarning bo'lgandan keyin bizning nimaga chamimiz yetidi cho'ngdada?" dedi odamlarning orasidan kimdir biri. Ulardan yiroqlashib ketayotgan Nuzugumning ovozi oshkora anglandi. "Sizlarning yaxshiliginglarni o'lib ketsammi unutmayman bova. Men bu sulullarga hargiz bosh egmayman. Bu yerlarda totgan jafolarimni meningdan keyingi yoshlar tortmasin." So'lun cheriklari yiroqlagan seri Nuzugumning ovozi uzilib anglanib turadi. Nuzugumning qaddini tik tutib, beshini egiz ko'tarib, shahar ko'chalaridan mardona mengishlari bu yerning odamlariga haqiqiy qahramonlikning, kuchlik irodaning, Manchang hokimiyatining zulmiga qarshi isyon ko'targuchilarning yorqin ifodasidek sezilmoqda. Uning qaddini bukmay mushundaq mag'rur turishi puhralarning vatanga bo'lgan sadoqati bilan dushmanga qarshi g'azab nafratini kuchaytdi. Ular bir-biriga "Bizning Uyg'urlardanmi mushunda qaysar qizlar chiqdi, ha? Ko'rdinglarmi? Bu qizning Sulullarning atoqli botirini o'ltirib, 6 oydan beri tutuq bermay, qishning sovuq dalalarida qo'nib, mo'kinib yashag'inini" deyishib, Nuzugumga xuddi rivoyat afsonalardagi botirlarga qaragandek hayron bo'lib qarashatdi. "Hey, bu qizni og'ir tutyapti-da. Nega etmangapti? Harbiy yamilg'i solug'idek. Ya Allah, qiz bolani yamilg'i solidi degan qandoq gap bo'y? Bu qiz u yerning zulmiga qandoq muchidor? Chel dalalarda yotgandan ko'ra, yamilda yotgan yaxshiroqdir balkim. Qoltis qaysar juvonkan jumu." Cheriklarning urib do'shkanlashlariga qaramasdan o'zining kaynida agishib kelayotgan yigitlarning gaplarini anglagan Nuzugum barliq qayg'u dardlarini unutgan holda beshini egiz ko'tarib cho'risidagi odamlarga bir qur qarab qo'ydi. U yomg'ir so'livatgicha ichimdikini aytib qolay degandek kuchlik ohangda qo'shiq boshladi. U bir tarafdan balki yaqin orada boqam bor bo'lib qolsa ovozimdan tonur. Bo'lmasa, munu puhraning ichida mening naqshamni Qashqarga yetkazib borgudek biror odam chiqib qolar deydi ichida. Endi uning dushmanga otgan o'qimu, chopadigan qilichimu faqat mushu qo'shiqlari edi. "Oxir oshkora bo'ldim. Yoshirg'ili yabamu. Menga qattiq kun tushdi. Elib qochar er bormi?" Nuzugum shuncha vaqtdan beri qishning sovuqlarida bir kun to'q, bir kun och yursimu, ammo uning ovozi o'zgarmay ilgirkidekli jaronglik chiqatdi. Boyadan beri chochlari chuvilgan, kiyimlari yirtilgan bo'lsimu, qaddini bukmay kelayotgan qizni ko'rib, uning irodasiga opirin aylayotgan xalq amdi uning munu qo'shiqlarini anglab, texmo hayajonlanib, ruhlanib ketdi. Ba'zilar ko'z yoshlarini to'kib yig'laydi. Uning naqshi shahar xalqining yurak bag'rini par-par qilib azmoqda.
Hatta ko'chalarda cho'ng do'kon oldilarida yo'g'on chapallarga o'rinib tomosha ko'rgandek g'odiyib o'ltirgan shapurutliq boy. Daylar bilan amaldorlarmu bu qaysar qizning jamoliga tikilib qarayolmay jim turishadi. Boshlariga yo'g'on yog'liqlarni selib olgan mo'maylar bo'lsa, kerilishib turgan bu amaldor baglarga nafrat bilan ko'z tashlashadi. Nuzugumning mingan etini yetilab ketayotgan cheriklarning uningni bos deb qo'llarini shiltiginiga qaramasdan Nuzugum yuzini yepib olgan uzun chechini kayniga qo'yib etib naqsini davomlashtirdi. 6 oy yotdim xamonda, non pishirdim samanda, ojiz Nuzug jangalda, otam yurar qayonda. Yoyi chiqdi tutqili, ajdaho bo'p yutqili, 15 yoyi kelibdi. Men Nuzugni tutqili. Hech kim mendek bo'lmasin, balalarga qolmasin. Bizga kelgan jafolar hech bandiga kelmasin. Tog'dan tushgan loy suvni suzib ichar arbomu. Nuzug boshqa kun tushdi, elib qochar arbomu. Yoyilar xalqi ibrat ulgi qilish uchun Nuzugumni shahar ichi bilan elib mongimiz deb ularning janjunga bo'lgan g'azab nafratini o'yg'itib olgan edi. Bu qizning naqsini anglagan shahar xalqi g'azablanib borgan seri cheriklarni qistab Nuzugumga yaqinlashmoqda. Bu ahvolni ko'rib cho'chigan cheriklarning boshlig'i yenidikilarga nimalarnidir devidi, qolganlari bir-biriga sharat qilishib, otlarga qamchi urib mengishni ittikladi. Ba'zi cheriklar Nuzugumga yaqinlashgan xalqni urib qo'g'laydi. Qizning naqsi to'xtig'ini bilan shahar ko'chalaridan chiqib kelayotgan xalqning vangchungi teximi kuchayib ketdi. Cheriklar Nuzugumni ko'radiki yomulga akilib otdan tushirganda bir ayolning yiroqdan varqirab yig'lab kelayotgan ovozi anglandi. Yoyilar bir-biriga pichirlashib turib qoldi. Ba'zilar kelayotgan ayolni to'xtatib qilishga urinib, "Hey xonim, sizlar bu yerga yaqinlashsizlar bo'lmaydi" deb uni kelmaslikka da'vat qiladi. Lekin nima uchundir uni tutib elishga hech qaysi jur'at qila olmayotdi. Nuzugum bu xotinni o'nidan tonib kayniga burilib qarab edi, o'zining qarshisida Buvi Oysam kelib etibdi. "Nuzugum, tirik kelligu do'stim." Buvi Oysam keyingi chaqlarda yig'lash deganni unutib qolgan Nuzugum o'zini tutib tura olmay yig'lavetdi. Buvi Oyshammu ikki qo'liga ko'yzi silingan Nuzugumni bag'riga besib ko'z yoshini to'kmakda edi. Cheriklar kuradagi Shisan Daloyining kichik xotiniga yaqin kelishga ayminib turganda, Yomul darvozasi oldidagi cho'ng yoyi cheriklarga uni neriroq akitishni buyurdi. "Nuzugum, agar bular sizlarni o'ltirib yetadigan bo'lsa, menmi o'lib olaman. Sizlar so'muldagi sulun amaldorni bo'g'izlab o'tgandan keyin bular mening ko'nglimga tinchlik bermadi. O'zlarini yo'qotmaslar, Buvi Oysam. Bunday so'zlarni qilmaslar. Aman bo'lsalar, yurtlarga bog'dek bo'lsalar, billa o'sgan do'stlarga salom aytsalar." Yomulning yo'g'on darvozasi g'ochildab ochildi. Cheriklar Nuzugumni ittirib degidek ichiga kirgizdi-da, darvozaning ikki qanotini yem qilib yepavatdi. Xalqning vangchungumu suv sepgandek besildi. Ammo Buvi Oyshamning yig'isi xeyli vaqtgacha to'xtamay anglanib turdi. Nuzugum kuradagi yomulda savol so'roqsiz xeyli uzoq yotdi. Necha vaqtdan beri Mo'ng'ullar bilan Manjularning har o'g'lonlariga bosh aymay yurgan bu qaysar ayolning kuch-qudratining qanchalik ekanligini bilmoqchi bo'lib qiziqqan Eli Jangjuni bir kuni sharqiy yomulga keldi. U sag'risiga tushgan chochlari cho'vilib, kiyimlari yirtilib ketgan. Qora ko'zlaridan o't chaqnab turgan Nuzugumning go'zal husni jamoliga shayda bo'lib, nima deyarini bilolmay qarabla qoldi. Lekin uning motiboga o'xshash qaysar solun amaldarini o'ltirib qechib ketgani esiga tushganda, qopoqlari turilib, chiroyi jiddiy tus oldida, "Ha, xanim, sizga shunchalik baxtli hayot hadiya qilsak, buningga xush bo'lmay qechib ketganingiz nimasi? Mana baribir qo'lga tushdingiz. Shuni bilib qo'yingki, bizdan hech kim qutulib ketolmagan. Buni sizdan ilgirki talay isyanchi chantolar tushunib, bosh-boshdoqlik qilgani uchun bizdan rahim shafqat qilishini so'rgan edi.
Balki sizmi shunday qilarsiz. Yo'qsu, bu gaplarni suvga aytsizlar. Sizlar meni o'ldirganinglar bilan butkul xalqni o'ldirib tugitamaysizlar. G'azabini yo'shirolmay qolgan Jangjun beshidagi bo'kining ostidan chiqib turgan bir o'rim chechini silkib varqirab so'zladi. Balki texchilar, isyanchi to'ranglar Jahongir G'ojidan umr kutib-o'tadigansan. Bilib qo'y. O xon ordisiga aprilgan kunilar kallasi kesib tashlandi. Nuzugum Jahongir G'ojini Saqvonning xon ordisiga akatganini bilsa-mu, lekin o'ltirganini bilmaydi. Shunglashqa u Jangjunning og'zidan bu gapni anglab bir qismi bo'lib qoldi. Aytgan gapining Nuzugumga ta'sir qilganini sezgan Jangjun ichida rosa nozik yeringa tegdim-mu degandek miqida kulib qo'yib so'zini davom qildi. Sizning taqdiringiz to'g'risidagi hukmni Bejingdagi podshohimiz Daoguan xon o'zi chiqirdi. Shuning uchun aman qilishni xohlasangiz, kech-kunduz podshohimiz Daoguan xonga uzun umr tilang. Qashqarning minglagan xotin qizlari bilan ushaq bolalarini uy makonidan ayirib, qul qilib ishlatgan, satgan odamga uzun umr tilagandan ko'ra, uning chopsonroq o'lishini tilaginim ming hasi yaxshi. Nuzugumning zarda bilan aytgan so'zlarini Jangjun anglab teximi terikib ketdi. Yaxshilikni bilmaydigan munofiq xotinkansan. Bugundan boshlab uni g'arbiy yomilg'i yotganlar. Kuzatni kuchaytinglar. Uning qishig'a birmi odam kirguchi bo'lmasin. Jangjun qo'lini shiltib chiqib ketdi. Nuzugum Manjin xonadonligining Beyjingdagi xoni Daoguangdan keladigan hukmni kutib yotdi. U keladigan hukmning o'lim jazosi bo'ladiganligini bilib tursa-mu, yana ilgirkiga o'xshashla qechib ketgudek biror yo'l chiqib qolamdikan deb umid qiladi. Tushkunlikka berilmay o'zining ham qayg'usi, dardini qo'shoqlar bilan yengishga tirishadi. U beshidan kechirgan hayotning hammasini qo'shoqqa qaytib chiqdi. Dushmanning ko'p yangzisi, qo'lida bor xanzisi, chaqay desam chiqilmas, qo'limdagi ko'yzisi. Xudo bergan xo'nchamni solun noyallar o'zmidi. Solun noyallar uyiga nozuk juvon to'zmidi. Yomildi bor o'g'risi, 15 xulash to'g'risi. Ko'rsam aski kigizdir, solunlarning mo'zisi. Necha kundan beri doq yerga selingan bir parcha bo'rining ustida chusi bugilarga yem bo'lib yotgan Nuzugum Qashqarda o'tgan yoshlik chog'lar edi. Urug' tuqqan qavm qayrindosh do'stlarini aslab, ularning qiyofatlarini ko'z oldidan o'tkazib xo'shlashgandek bo'ladi. Chopsan-chopsonlar shuncha vaqtdan beri tog'oq tegmagan chechini barmoqlari bilan tarab to'saydi. O'limning vaqti soati yaqinlashgan seri u dunyoga ketgan mo'misi bilan onasini, yetgoh maydonida o'ltirilgan 3 yoshli qizini, yo'lda kelib yetib o'lib ketgan do'stlarini aslab, o'zini shularning orasida yurgandek his qiladi. U atidan kechgacha yomilning oldida o'ltirib neshi chekadigan ko'zatchilarni ko'rib, ularning og'zidan chiqayotgan afsona so'zlarni anglab jili bo'lg'icha bu jafoliq dunyodan tezroq qutulib ketsam bo'ladi deb o'ylaydi. Ba'zida bu dunyodan ko'ra u dunyo rostila tinishdek tuyuladi. Biroq uni cheriklar taloga haydab chiqqanda porqirab turgan kun nurini ko'rib, u dunyoni unutib qoladi-da, yangi boshdan qanday qilib bo'lmasin bu yerdan qochib ketishning amalini o'ylaydi. Mening taqdirim haqida Beyjingga avatilgan maktubga qachon javob keladi? Bekmi kechikib ketdi-ku. Men sizlarning bekor tomoqlarni yeb, mushundaq yetaveramanmi? O'ladiganga nimacha aldirab ketdi? Javob bir kuni kelib qolar. O'tganda Jangjunning Jahongir G'ojini o'rdida o'ltirdi degan gapi rostmidi? deb so'radi u yana bir qitim tomoq akirgan odamdan. Sababi u Jangjundan bu xabarni anglagandan keyin buningga yo ishonishini yo ishonmasligini bilolmay ikki o'yda bo'lib qolgan edi. Rost bo'lmaychi. Uning o'rdida chanab o'ltirilgani butun elig'i pur ketdi. Endi navbat sana keldi. Hozir bu dunyo mana bizdek qahramonlar uchun tor, salladek jallodlarga keng bo'ldi. Bizdek bir odamning o'limi minglagan odamning g'azabini qo'zg'aydiganligini unutishma. Xalqimiz baribir salladan intiqom oladi. Og'zingni yum, qanchoq.
Dastlabda bu juvonga yaqinchilik qilib yurgan Yamul xizmatchisi boshliqiga aytib Nozugumni Yamulning ichkarisidagi qorong'u uylarning biriga yetkazib-etdi. Nozugumning Yamulga so'langaniga to'p-to'g'ri 82 kun bo'lganda Davgun xondan javob xat yetib keldi. Shu kuni Yamul xizmatchilari Nozugumga tomoq akirishning o'rniga "Seni o'lim jazosiga buyuribdi. Tayyorligingni qilaver" deb uqtirdi. Ilgari Nozugum bilan bekmi qo'pol muomala qiladigan Yamul xizmatchilari ichkaridan kelgan bu xabarni anglab, go'yo bu go'zalning o'lib ketishiga qiymayotgandek uningga ichi og'rib, har qaysisi har yoqdan xayrixohlik bildirishga boshladi. "Bizda nima gunoh deysan? Bizmi sana o'xshashlar Xudoning qullari. Ko'zat dedi, ko'zatdik. Seni yaxshi ko'zatmay qochirib qo'ysak, sening o'rningga bizni o'ltirdi shu. Hey, biz xon janoblarini seningdek go'zal xotinga munda qattiq hukm chiqarar deb o'ylamagan. Mundaq bularni bilgan bo'lsak, o'zimizni o'ltiribsizmi? Seni allaqachon qochirib etdik. Endi hech bir amal yo'q. Sana qattiq tekkan yerlarimiz bo'lsa kechirgin, ha?" Ularning bu so'zlarini anglab, Nozugumning ko'ngli yumshab, Yamul xizmatini qilib yurgan bu cheriklarga ichi og'rib qoldi. "Nemishqa ranjiyman? Sizlarmi xo'jayininglarning qildiganini qildinglar. Men faqat dunyodagi taqdirning tengsizligiga ranjiyman." Nozugumga o'lim jazosi berilganligi to'g'risida anglagan xabarini yetkazgan Yamul xizmatchisi bu xotin dahshatli xabarni anglasa, hushidan ketib yiqilib tusharmikin deb o'ylaydi. Lekin u bu xabarga pisand qilmay, texmi ko'ngillik so'zlayotganini ko'rib, ayolning kuchli irodasiga qoyil bo'ldi va hayron qoldi. Ustiga to'mir qafas o'rnatilgan harva kuray yamulidan chiqib, shahar ko'chalarini aylanib, egiz do'nga joylashgan Mo'ytongzi tarafga qarab manganda, odamlar uning kaynidan daryodek oqdi. Xalq Beyjingdagi Davgon xonidan Nozugumni o'ldirish haqida buyruq kelganligini anglab, tavrab ketgan edi. Xalqning g'ulg'ulisidan qo'rqqan Jangjun Mo'ytongzigacha bo'lgan oraliqdagi yo'lning ikki chetiga cheriklarni saplash, odamlarning hech qaysisini Mo'ytongzi tarafga yo'l atmaslik haqida maxsus buyruq tushirdi. Shunglashqa odamlarning ko'pchiligi ko'chalarning do'qmushlaridan neri o'talmay to'xtab qolishdi. Nozugum ko'chalarning ikki chetida va do'qmishida to'plashib, ilgari ma'lumay turib qolgan odamlarning o'z ismini atab, "Nozugum, qo'rqmang, biz har qachon siz bilan billa" deb varqirishayotganini anglab hayajonlanib, ruhi texmi ko'tarilib ketdi. U o'zini o'limga emas, balki xalq bilan didorlashish uchun ketib borgandek his qildi-da, naqshi boshladi. "Mo'ytongzida chapqanda menmi unda o'larman. Mo'llinlarning so'zicha ahli shahid bo'lurman. Oldimizda jallodlar qilichini o'ynatar. Meni ushbu o'limdan qandoq kishi ajratar?" Bu naqshlarni anglagan quruq qo'l xalq bir pas nima qilishini bilmay sap bo'lib, xuddi to'mir simdek qator tizilgan cheriklarning qilish nayslariga maydilarini tirishib, demi ichiga tushgandek turib qolishdi. Bir chaqda to'pning ichidagi yoshlardan biri, "Nozugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz" deb o'llik varqirganda, uning kayindan anglangan Wangchung atrofni chang keltirib-etdi. Nozugumni o'ltirg'izgan harva Mo'ytongziga yetib keldi. Amdi boyiqa varqirashgan ovozlar yiroqda qilib, bu yerga Manchu, Mong'ol cheriklari va Solun noyallarning, shuningdek ba'zi xuyzularning ovozlari anglanib turadi. Ba'zi xuyzular auzu va bismillahdan boshlab Qur'on suralarini so'zib o'qiydi. Harvadan tushirilgan Nozugumni ikki cherik haydab mangdi. Nozugum qatligahga yaqinlaganda qora kiyim kiygan 4 jallodning qator turg'inini ko'rib, ichida kalimi shahodatni o'qishga boshladi. Bir jallod uning qo'lidagi ko'zini elib, qatligahga texmi yaqinroq akeldi. Nozugum zulm bilan azobga to'lgan bu dunyoni yana bir qitim ko'rib olay degandek egiz o'sgan daraxtlarga ko'z tashladi. Ondan beshini ko'tarib osmonga qaradi.
egiz bo'shliqda qora bulutga o'xshash uchib yurgan qog'lar texichila oylanib yuratdi. Nuzugum atrofdagi odamlarga nazar soldi. O'zidan 40-50 mingdam neridagi so'gat to'yida o'ri turgan. Soqol burutlari shalong bir necha odamni ko'rdi. Ular kolpuklarini medirlatib qiroat qilmoqda edi. Nuzugum necha vaqtlardan beri qo'lidan tushirmay kelayotgan tasvisini yonchuqidan oldida yipini uzib munchoqlarini oldidagi egiz do'ngga chechivatdi. Burundilla odam bolasining jenini qiynamay, qilish bilan birli urib beshini kesib, rahmatlikning savobini topaman deb o'zining bu hunari bilan faxrlanib yurgan jallod bu qitim oldida turgan nozik badallik ayolning uzun inchika bo'ynini ko'rib, nima uchundir qo'li titrab ketdi. U ha deganda bu ojizning jenini qiynamaslik uchun bo'ynining qaysi yeriga qilich ursam bo'ladi ekan degandek bir pas qarab turib edi. Ko'zlari to'rlashib ketdi. U faqat Nuzugumning oldidagi qilich bilan o'ltirgan jallodning odamning jenini qiynamay tezroq bo'lsangchu degandek sharat qilganini ko'rib, go'yo u qizning emas, o'zining beshi chepilayotgandek o'nining boricha varqirdida borliq kuchi bilan o'tkir qilichini ishqa soldi. Qilich qattiq qustixonga emas, yumshoq bir narsaga tekkandek g'irtli qilib qoldi. Odatdagidek ya bo'yni kesilgan odamning ya boshqalarning varqirgan ovozi mu anglanmadi. Jallod men xatolashib qilishni boshqa bir nimaga urib-atdimmikin degandek ko'zini ochmay gumonlanib turganda odamlarning ya Alloh ya Parvardigor degan so'zlar bilan tang vongchun ko'tarilib ketdi. Shu chaqdala jallod ko'zini echivedi, Nuzugumning uzun chashqa o'ralgan beshining yerda yotganini, uning kesilgan joyidan qon eqiyotganini ko'rdi. U darhol qo'lidagi qilichini bor kuchi bilan bir chetga tashlab etib, mo'yto'zidan chiqib ketdi. Bu fojialik voqeaga qarab turishga toqati yetmagan cheriklar jallodning kaynidan hukm ijro qilindi deb chopsonroq ketishga oldirashdi. Ancha vaqt o'tmay mo'yto'ziga yugurishib yetib kelgan jamoat Nuzugumning yerda yotgan beshini teniga qo'shib tog'irga silib bu yerdan oldirash akitishdi. Xotima. Yana bahor kelishi bilan Katman teg'ining bag'ridagi qishichi oq qarg'a purkinib yotgan yerlar yeshil kimxobga o'rinib uyg'onishga boshladi. Piyozliq soyning atrofida echilgan layli qozoq, cho'g'liq va boshqa gullar bu vodini texmu go'zal ranglarda bo'yab chiroyli qilib atgan edi. Cho'nqur soyning ichidagi tollar, ziriqlar, o'riklar chechaklab, yupurmoq chiqirib, esil xushpuroqlari bilan odamning ruhini ko'tarib, o'y fikrini qanotlatdi. Bahorning mushundoq go'zal kunlari, Tangri teg'ining etak va qoptollaridagi yezlarning yigit qizlari bu atrofdagi muqaddas joy bo'lib hisoblanadigan bu yerdagi Nuzugum turgan o'nkirga kelib, xalqimizning qahramon qizini seg'inish bilan aslaydi. Nuzugum buningdan 160 yil ilgari Manchin xonadonligining zulmiga bo'ysunmay qichib, mo'kinib yurib, mushu o'nkirdimi panohlangan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu tavaning odamlari Nuzugumni texchi o'zlarining orasida yurgandek his qilishidi. Uni yod etib, o'nkirni ziyorat qilib, uning oldidagi supiga gullar qo'ydi. Ko'ngil so'zlarini yezib qoldirdi. Soyning tegida eqiyotgan tog' suyining bo'yidagi ko'k chiminlikda dutor, tambur chilib, naqshi aytib, Nuzugumni aslaydi. Bu atrofning ko'pni ko'rgan bovoylari bahorda sap tuzib keladigan maktab o'quvchilariga Nuzugum haqida ta'sirli hikoyalarni so'zlab bersa, shoirlar she'r o'qib berdi. Sulullarning Katman teg'i bag'ridagi kang soydan Nuzugumning put-qo'lini bog'lab tutib ketganiga 1,5 asrdan oshiq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, uning o'nkiri shu petichi saqlanib turmoqda. Yil o'tib, egiz tog'lar mo'kchiyib uprashga boshlasa-mu, toshdan toshga urilib, bo'lakchili shavqin chiqarib oqadigan tog' suyi helimu to'xtamay oqmoqda. Tog'larga qo'nib olib, o'nlari putib ketkichi to'xtamay sayraydigan bulbul va ko'klarning ovozi to'xtamaydi. Nuzugumning shu chog'larda aytgan qo'shiqlari helimu
xuddi tunugin aytgandakli yangramoqda. Yoz kunlari yiroq-yiroqlardan mashinalar bilan kelib, bu o'nkirni ziyorat qiladigan odamlarning oyog'i uzilmaydi. Ular mashinalarni yiroqdagi dom ustida qo'yib, o'zlari cho'nqur soydagi maxsus yasalgan palampaylar bilan tushib, o'nkirdagi xotira taxtiga yozilgan so'zlarni o'qib, Nozugumning hayoti bilan tanishdi. Ularga xuddi hozir mushu o'nkirdan beshig'i qunduz to'pa, uchisiga al qizil uzun chapan kiygan, qunduzdek qari chochlari teqimiga tushib turadigan, zilva bo'yliq Nozugum chiqib keladigandekli tuyulib ketadi. Ammo o'nkir ichi jimjit. Supidagi toshmu yeyilib uprashqa boshlagan. Yillar o'tib, yomg'ir yeshillardi o'nkirning to'pisi o'g'ilib tushib, uning og'zi hang'irqay ichilib qolgan bo'lsa-mu, ammo 6 oygacha Uyg'ur xalqining aziz farzandini Sulullarning cheriklaridan, it bo'rilardan, yov qushlardan va qishning sovuqidan saqlagan bu o'nkirni tavop qilg'uvchilar yildan yilga ko'paymoqda. Eli vodisidagi yoshlar to'y qilganda oldi bilan Nozugum o'nkirni ziyorat qilib guldastalar qo'ydi va Nozugum bilan boqiga o'xshash bir-biriga sodiq, pok muhabbatlik bo'lish haqida va'da berishidi. Asrlar bo'yi boturlikning, chin muhabbatning va sadoqatlikning shohidi bo'lib kelayotgan bu o'nkir Nozugumning xotirasini avloddan avlodga saqlamoqda. Yazg'uchi Turg'an To'xtamning Nozugum nomli tarixiy romani mush yerda oxirlashdi.